Qatta edingiz? Yengil rasvo bo'ldi. Bolalar sizni kutib och uxladi. Amma senga o'ynab yurganim yo'q-ku. Ertalab soat 5 da kirib kelib, uzr so'rash o'rniga xuddi bir narsani qoylatib qo'ygandek menga baqiryapsizmi? Men senlarga surpriz qilaman deb kech qoldim. Surpriz? Onasi bo'ldi, xafa bo'lma. Surprizga ketamiz dedim-ku. Xohlasang kechirim so'rayman, lekin surpriz atmen. Haydang surprizga. Lekin meni ham bitta shartim bor. Hoppa. Nimadir dedingizmi? Senga hech narsa bo'lmaydi. Kirmamdiki. Xuddi bir uchastka olib qo'ygandek, kirmamdiki demaymenga. Kirsang bilasan. Rostdan, uchastka oldingizmi? 3 etajli 180 kvadrat metrli uchastka. Voy, 2-6 hovlisi ham bor, $99,000. Uje sentyabrda uchastkamiz bitsa, kadastrni topshirsa, demak biz remontni yozdan boshlasak bo'ladi. Hozirdan dizayner topishim kerak. Aytgancha bu o'zliging dizayneri ham bor-ku. Tushunmadim. Yuring bu yoqqa. Voy do'stona, lokatsiyasi zo'r joyda ekan. Amerikanskiy posolstvo Toshkent Cityda 15 minutda yetib keldik. Pishgan g'isht, toza armaturadan qurilayotgan ekan. Rostdan Arximperiyadan oldikmi? Shu kottejni oldik. Shartini aytasanmi? To'g'risini aytsam, siz shartim ham o'zi shu edi. Mana shundan uyoq bering demoqchi edim. Bo'lmasa uzr so'rang demoqchi edim. Shartini aytasanmi? Shartim Mamudomdan ham bitta berasiz. 2 xonali uy, remonti bilan $40,000 ekan. Bo'lmasa uzr so'raysiz. Ay yo'q, uzr so'rayman undan ko'ra. Uzr, onasi yangilik kech qoldim. Kechirdim. Lekin kottej ham davomi aytmay. Tushunarlimi? Qo'yam o'zini oyog'idan osilar ekan. Adas hajab kottej qolsin. Roots for my